Bundan ro'pa-rosa 1 yil oldin Honor robot fon haqida gapirib chiqqanda juda ko'pchilik ishonmagandi. Bunaqangi telefon bo'lishi mumkin emas deb. Lekin Honor o'z va'dasida turdi. 12-avgust kuni Honor robot fonda taqdimoti bo'lib o'tadi. Jigarlar. Bu telefon Honor tarixidagi eng qimmat va Honorning evolyutsiyasini umuman boshqa joyga burib yuborishi mumkin bo'layotgan telefon deb insiderlar xabar bermoqda. Bunaqangi telefonni boshqa kompaniyadan avvallari ko'rmaganmiz. Telefonning kamerasi AI bilan robot fon bo'lib ishlab beradi. Telefonning xarakteristikasi haqida gapiradigan bo'lsak, 608 dyum. Dunyodagi eng kuchli displeylardan biri LTPO AMOLED 120 Hz qo'yilgan. Akalar suvdan maksimal himoyasi IP68, IP69. Eng qizig'i, chipini aytmaysizlarmi? Snapdragon 850 Gen 5 bilan chiqyapti. Bunisiga nima deysizlar? Ushbu telefonni birinchi bo'lib ommaga olib chiqib reklama qilgan inson bo'lsa, akalar Ispaniya jahon chempionati yutgandan keyin robot fonda olib chiqib hammani videoga oldi va buni videolari hamma joyga tarqalib ketdi. Ushbu futbolchining ismini bo'lsa kommentariyada yozib ketinglar. Telefonning batareykasi bo'lsa juda moshni 6000 mAh batareyka 120 vatli zaryadkani bemalol qabul qila oladi. Telefonning eng super joyi bo'lsa telefonning kamerasida. Ikkita 200 megapiksellik kamera, bitta 50 megapiksellik kamera va hamda 3D kamera. Telefonning puli ham akalar trashkani puli emas. Buni puliga 3 ta iPhone 17 Pro beradi. Hozirgi paytda ushbu telefonning narxlari 2,5 dollar bilan 3,5 dollar oraligi chiqishligi kutilmoqda. Honor telefonlarini narxi bilan ham rekord uryapti, hamda innovatsiya bilan ham telefonlarni rekordini urib qo'yapti. Bunisiga nima deysizlar? Samsung bilan iPhone'da baloyi ham o'zgarish bo'lmayotgan bir paytda Honor shunaqangi telefonlarni chiqarib odamlarning og'zini ochib qo'yapti. Akalar 12-avgust kuni bu telefonda taqdimoti bo'lib o'tadi. Sotuvga bo'lsa 20-avgustdan chiqishda boshlaydi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, Mix Mobile Telegram kanaliga zakaz beringlar. Birinchilardan bo'lib sizlarga olib kelib beramiz. Bitta like bosib qo'yinglar.